Menimcha videoga olyapsizlar nima gap podkastdan bo'lib ketdi? Yo'q, videoga olganmiz-ku, hozir videoning boshi ketyapti, xolos просто. Ha. O'zimning real fikrimda. Xudoolasa pikap bo'lmasa, agar jakem ishga niyat qilib yuribman, xudoolasa aka, to'g'risi. Ya, pikap olish kerak. Endi odamlarga shuncha maqtaymiz-ku aka. Lekin maqtaganga yarasha o'zimizdan olib minaylik aka. Nasib. Nima deysiz aka? Men ot charchatyaptimi? O'zingiz charchayapsizmi yo? Yo'q, ot meni charchatyapti. Ot sizni charchatyapti. Ot meni charchatyapti. Otamni lekin anaqa ota ham ko'rgan bo'lsangizlar ana. Terlatib yuborib sotdi lekin. Terlab ketdi. Ko'z tegmasin. Endi hazil-huzul bilan ot yuguradigan ot ekan o'zi, to'g'risi. Chopadigan ot ekan. T8, T9 larga o'xshab turib. Bosishamizmi bitta aka? Nimada bosishdi? T8 dan T9 dan. Ikkovida ham bosib qo'ygan, bo'y aka. Ikkovining ot kuchi katta buni. Qaranglar, men ochiqchasini aytaman. Qisqa masofaga polibon bu yo'lda ot oladi hozir. Mashina olish mumkin, qachonki mashinani ayamasangiz, dakansiz dapol bossangiz oladi. Gap yo'q. Lekin ana 100, 200, 300 metrga ot olib qo'yadi. Lekin dalneyshim bu nom bilan bu ham otda, faqat temir ot. Sizga aka живой ot bo'lsa, bu to'rbalonli otda bu. Shunaqa. Bunda hamma narsa moshniy babirgan. Endi bu живойda, bu charchiydi jo'ra. Bu charchamaydigan ot bu. Aka, men tog'dimda premye tashlab berasizmi ot bilan? Lekin bunda aka pikapda tashlasiz bo'laveradi-da. Lekin bitta narsani aytmoqchiman. Bu otda, misol uchun, bu otda yursangiz, uzoq masofaga bora olmaysiz, xohlagan joyingizga olib bora olmaysiz, uyingizga olib bora olmaysiz. Bu otda xohlagan joyingizga borasiz. Eng qizig'i bot oldiga ham kela olasiz. Aynan shunda bot oldiga keldik-ku hozir. Xuddi mana shunaqa. Endi solishtirish juda anaqada, xato narsa. Xato narsa. Bu men uchun ot, mushuk, bular muqaddas narsalardan bittasi deb bilaman. Insonning eng yaqin do'stlaridan. Shunday. Shunaqa. Ot minmagan erkak emas edi-ku. Otda ham minib turish kerak-da, sizga o'xshab aka. Uning uchun aka videoni kirsangizlar, Izzatullo syomchik olyapti. Kamerachimiz. Nomarchilar, ot o'zi minmagan lekin. Aka minganmi ot? Xolasi minaman hozir. Hozir ot turibdi yonida 4 metr narida aylanib yuribdi-da. Otda minganmi aka? Prosta to'g'risi aka, yoshligimda bitta voqea bo'lgan, o'zim jiyanim, shu yaqinroq jiyanim otdan yiqilib tushgan aka, ot tortib ketib qolganda. Salgina noxush voqea bo'lgan. Shuning uchun men ozgina cho'chib turaman. Mashina tortib ketmaydi lekin. Ha? Bu ot tortib ketmaydi deyman. Bu ot tortib ketmaydi. O'zingizdan ko'rdingiz-ku aka, men pastliklarga tushisham, o'nqir-cho'nqir umuman yo'lni his qilmaydigan mashina ekanda bu pikap. Ko'p ana videolarda oddiy chiqardik-da aka, maqtardim xolos. Mana shu joyini intro qilib qo'yib yoring. Introga men hozir aytaman. Qo'rqaman deyapti-ku. Hozir ham xuddi shunaqa bo'ldi. Pikapni pastlikdan tepalikka kim olib chiqdi? Siz aka boshlanish. Nima uchun? Aka, endi bu qimmat narsa, buning javobgarligi bor. Bu videoni boshliqlar ko'rmasa endi. Hayot bitta-da, akalar. Riskovat qilish kerak. Yo'q, riskovat emas bu, nimasi riskovat? Avvalambor yurak, jon, aql olinadi, qilinadigan narsa birinchilardan. Demoqchi bo'lganim, bu anaqa yo'l tugaganda yuradigan mashina. Biz yo'l tugagan joylarga chiqdik. Shunaqa joyda sinamasangiz, shahar ichida chiqib olib turib, zarfshohga o'xshab turib, mashina zo'r, bu zo'r yoki boshqa anaqalarga o'xshab turib, zo'r. Yo, u bilan ish bitmaydi. Yo'li tugagan joyda, ya'ni vazifasi. Mana o'shanaqa joyda sinab test ko'rish kerak, keyin olib chiqish kerak, maqtab turib. O'shanda arziydi deb o'ylayman. O'shaning uchun men taklif bildirdim. Davayki kelinglar, yo'l tugagan joyda ko'rsaylik odamlarga dedim. Shunaqa bu tarafini o'zingiz olib ketaverasiz endi. Zo'r aka. Omad. Gap yo'q. Xudo xolasi niyat qilinglar inshaalloh aka. Bu otdan charchaglar mana 190 ta ot kuchi bor-da aka bu otda. Ha. Bu boshqa narsa endi babirga. Dunyosi boshqa. Xudo xolasi niyat qo'yinglar inshaalloh akalar, sizlarga nasib qilsin. Arqonchani baylab oling aka. Va yiqilib tushmang tag'in. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar uchun mana bunday tog'li joylarga chiqib, off-road mashina bo'lgan T8 ni obzorini qilishga harakat qilamiz va to'liq obzor bo'ladi. Narxi, xarakteristikasi to'g'risida hamma ma'lumotni qo'ldan kelgancha aytaman akalar. Videoga like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Inshaalloh sizga ham shunaqa off-road mashina olib minishlik nasib ro'z aylasin va oilani bemalol shunaqa tog'gami, bog'gami, cho'lgami borib dam olishlik hammaga nasib ro'z aylaversin. Inshaalloh O'zbekiston xalqida ham boy akalarimiz ko'payib boryapti. Hammaga shunaqa kunlar nasib qilsin deymiz. Akalar mashinamiz ko'rishini ko'ryapsizlar, chiroyli dizaynda chiqqan, bu mexanik korobka bo'ladi. 2 litr turbina motor qo'yilgan, 190 ta ot kuchi bor. Interkulyor sistemalar esa motorda radiatorning qaynab ketmasligini ta'minlab beradi. 18 yungli balonlar, diskiy tormoz, oporniy disk bilan jihozlangan bo'ladi va klimatsdan ko'rish mumkin, anchagina baland yerdan turishi va zavodskiy paroglar bilan qo'yilgan bo'ladi. 2 eshikli yonda ham 5 kilochi dasturlarimiz bor. Bunda 360 gradus kamera qo'yilmagan, lekin zatni kamera qo'yilgan. Zatni yurishingiz uchun harakatlanayotganda ancha foydasiga. Orqa tomonga keladigan bo'lsak, balonlar 18 yil va resor bilan jihozlangan bo'ladi akalar.
Xudo xolasa orqaga o'nishga keladigan bo'lsak, bagajimiz 8 kiloga mo'ljallangan, 1,5 tonnagacha bemalol yuk bossangiz bo'laveradi. Mana bunday bagaj ochib qo'yib ketsangiz ham bo'laveradigan holat akalar. Mana bu zatning kamera, orqasiga to'rtta paktron qo'yilgan. Xullas, mashinaning komfortligi zo'r. Salon qismiga keladigan bo'lsak, keling, salon qismini ko'rsatadigan bo'lsak, eshiklarimiz beskiluvchi ochiladi. Paroglar bemalol 2 kishini bemalol ko'taradi, xudo xolasa. Rullarimizga keladigan bo'lsak, cruise kontrollar oddiysidan qo'yilgan, media boshqarish funksiyasi, 6 boshli korobka, 12 diyumli monitor. Mana bu yerda esa klimat kontrol nazoratlar, 4 tala balon oddiy tortishi, 6 boshli korobkani juda ham baquvvat qilib ishlab chiqarilgan. Albatta sizga ham inshaalloh nasib qilsa akalar. Mashinamizda luki yo'q, T9 dan luki borlik ko'rsatib o'tganmiz buni. Xudo xolasa sizlarga nasib qilsa, mashinaning tan narxi keladigan bo'lsa 314 million 600 ming so'm bilan bemalol xohlagan usulda xarid qilsangiz bo'ladi. Pastini o'ylay qoldiramiz, telefon qilib, videoga ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Videoga like bosib qo'yinglar akalar. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun qisqagina obzor qildik. Hammaga rahmat. Podдержка uchun joninglar sog' bo'lsin, bilan baraka topinglar. Uzoqda musofirda yurganlar inshaalloh shunaqa mashina olib minishlik hammalarga nasib ro'za aylasin. Ketdik, izzatli.